Nima bo'ldi? Qamoq bo'ldi men nomi. Xursand bo'lish kerak-ku. Qaysi birini olishni o'ylayapman. Qaysi biri yoqyapti? Menga bu yoqyapti. Ol shuni. Yo'q, men buni olaman. Nega? Chunki bu qimmatroq ekan. Qimmat bo'lganda buni olarding-a? Lekin men bu yoqyapti. Mashinam rangi bilan bir xil. Miyani ichida nima bor? Bilmayman o'zim. Bo'pti, och, o'zing xohlaganingni och. Mana chiroyli mashinamiz salon rangida, lekin bu qimmatroq shu. Keyin men sotuvchi bilan gaplashib, mashina qimmat qildirib beraman. O'zi narxini eshitib bo'ldimi? Hammaga qimmat bo'lsin. Rostdan mashina ochmoqchimisan? Bu yaxshi trend, lekin. Da, mashina ol. Aka, bu qimmat-da. Toj. iPhone 17 olmayapti, qimmat telefon olyapti. Rostdan shuni olmoqchimisan? Ha? Yo'q. Qimmatdan olmoqchiman. Yo'qdimi? Yaxshi qilsan, mashinasini ol. Qo'rda telefon. Wow. Zo'r. Bersin, qimmat telefonni. Qani ochib ko'r endi. Olib berasizmi? Ochsang kelasini olasan. Voy. Barcha ikkita telefon ochib yording. Buni ham olasan. Voy, men ochib buni. Jinda men hazillashuvdim. Olib beraman dedingiz-ku. Shuni sen ikkita telefon nima qilasan? Olib beraman dedingiz, bo'ldi, bilmayman men, короче. O'pshatishini? Tupoy ikkita telefonga pulingmi? Yo'q.